O'zbek futboli tarixini boshlab berishda Qo'qon shahrining o'rni beqiyos. Aynan mana shu qadimiy va ma'rifatli shahar 1912-yilda O'rta Osiyodagi ilk futbol jamoasining beshigiga aylangan. O'sha vaqtlarda yurtimizda hali futbol degan sport turi butunlay yangi bo'lib, ko'pchilik uchun tushunarsiz tuyulgan pallada Qo'qonda mahalliy yoshlardan iborat futbol jamoasi tuzildi. Bu jamoa dastlab o'zaro o'yinlar o'tkazdi, keyinroq esa rus askarlari bilan bellasha boshladilar. Qo'qonliklarning jasorati, chaqqonligi, mehnatsevarligi bois ular bora-bora rus harbiylarini ham mag'lub eta boshlashdi. Ayniqsa Skobelov, hozirgi Farg'ona shahri harbiy garnizoni bilan bo'lgan o'yinlar tarixiy ahamiyat kasb etadi. Dastlab kichik hisobdagi mag'lubiyat, so'ngra esa Qo'qonda o'tkazilgan javob uchrashuvida qo'qonliklar zafar quchdi. Bu g'alaba nafaqat sportdagi, balki ma'naviy va ruhiy jihatdan ham ulkan muvaffaqiyat edi. Shundan so'ng Qo'qon jamoasi butun Farg'ona vodiysidagi ziyolilar, savdogarlar va ishbilarmonlar e'tiborini torta boshladilar. Ularning ko'magida 1912-yilning o'zida Muskamanda, ya'ni musulmon jamoasi tashkil etildi. Bu O'zbekiston va butun O'rta Osiyo tarixidagi birinchi futbol jamoasi edi. Nomidan boshlab yo'nalishigacha xalqimizning orzu va g'ururini ifoda etardi. Muskamanda o'z faoliyati davomida Farg'ona vodiysidagi ko'plab qishloq va shaharlarda turnirlar o'tkazdi. Mahalliy maydonlar, odamlarning ishtiyoqi, xalqning e'tibori hammasi bor edi. Faqat bir muammo to'p va futbolka, ammo haqiqiy fidoyilar orqaga chekinishmadi. Aka-uka Ro'zmat va Ismoil Niyozovlar uy sharoitida futbol to'plarini tikishni boshlashdi. Ular hatto futbol uchun qo'lbola poyabzal ham ishlab chiqara boshladilar. Ular yaratgan to'plar tez orada O'rta Osiyoda mashhurlikka erishdi. Hatto Rossiyadan ham buyurtmalar oldilar. 1910-yillarda Muskamandaning eng mashhur futbolchilari Ro'zmat va Ismoil Niyozovlar, Hasanjon Muhiddinov, Oxinjon Akbarjon va Mo'minjon Boymatovlar edi. 1920-yil 30-yillarda esa asosiy tarkibda neft zavodi ishchilari o'ynardi. Ammo vaqt o'tib Sovet ittifoqi o'z mafkurasini o'rnatganidan so'ng dinga aloqador barcha nomlar taqiqlanib, Muskamanda nomi olib tashlandi. Endi jamoa shunchaki Qo'qon nomini oladi. 1926-yildan boshlab O'zbekistonda SSRda futbol chempionati yo'lga qo'yildi. Dastlab shaharlar o'rtasida, so'ngra esa respublika chempionati sifatida. Qo'qonliklar boshida katta yutuqlarga erisha olmasalarda 1937-yilda SSR vitse-chempionligigacha ko'tarilishdi. Bu esa shaharning futbolga sadoqatining samarasidir. 1950-yillarga kelib, Qo'qon futboli bir oz tanazzulga yuz tutdi. Klub mehnat nomini oldi. 1958-yilga kelib esa shaharda 5000 tomoshabinga mo'ljallangan stadion barpo etildi. Bu stadion shaharda futbol rivoji uchun yangi sahifa ochdi. Bir nechta kichik jamoalar tuzildi. Ular mehnat klubiga o'yinchi yetkazib beruvchi bazaga aylanishdi. 1988-yilda klub Avtomobilist nomini olib, Sovet ittifoqi 2-ligasida qatnasha boshladilar. 1989-yilgi mavsumda 5-o'ringa ko'tarildi. 1990 va 1991-yillarda esa 7 va 14-o'rinlar bilan mavsumni yakunlashdi. 1991-yil O'zbekiston mustaqillikka erishdi. Shu yil futbol tariximiz uchun ham tub burilish bo'ldi. Mamlakatda milliy chempionat yo'lga qo'yildi. Qo'qon klubi o'z nomini Temir yo'lchi deb o'zgartirdi va Oliy liganing ilk mavsumida qatnashdi. Natija yomon bo'lmadi. 17 ta jamoa ichida 6-o'ringacha ko'tarila olishdi. Eng e'tiborga molik voqea esa o'sha yili Temir yo'lchi O'zbekiston kubogi finaligacha chiqdi. Faqatgina Navbahorga 6-5 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bu Qo'qon klubi tarixidagi eng muhim yutuqlardan biridir. 1995-yilda klub Oliy ligadan tushib ketadi. 1997-yil birinchi liga chempioni sifatida yana Oliy ligaga qaytadi, biroq 2000-yilda yana Oliy ligani tark etadi. 2000-yil klub Qo'qon nomini oldi. 2004-yildan esa yana pasayish davri boshlandi. Hatto 2007-yilda 2-ligagacha tushib ketadi. 2009-yil nomi Bunyodkor Qo'qon bo'ldi, biroq 2010-yilda klub faoliyatini butunlay to'xtatishga ham majbur bo'ldi. Ammo bu tarixda nuqta emas, vergul edi. 2012-yilda Qo'qon 1912 nomi bilan qayta tiklandi. Bu nom bu sanani klub ortidagi g'urur va tarixni saqlab qolish maqsadida tanlashdi. 2014-yilga qadar 1-ligada ishtirok etdi. 2014-yilda 2-o'rinni egallab Oliy ligaga qaytdi. Bugungi kunga qadar Qo'qon 1912 O'zbekiston Super ligasining muhim ishtirokchilaridan biri bo'lib kelmoqda.
Bu jamoa nafaqat futbol, balki xalqning sabr-toqati, mehnati va tarixini o'zida aks ettiradi. U har doim o'z tarixiga sodiq qolgan, hatto eng og'ir pallalarda ham or-nomusini yo'qotmagan klubdir. Qo'qon futboli bu faqat to'p ketidan yugurish emas, bu avlodlar orzusining davomidir. O'zbek futbolining boshlanishi va ustunlaridan biridir. Shu bilan videomiz yakunlandi. Siz muxlislardan so'rab qolardimki, like bosishni va izoh yozib qoldirishni unutmang. Bu videomizni rekka chiqishi uchun juda muhimdir. Ko'rishguncha xayr.